Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka acıyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2021 yıl 9. ayının 25. günü vatandaşım. Bir gün yağmur yağdı, bir gün dem aldım. Keçiren sizin saklatıp koyduk. Bugünkü sözleydiği leksiyelerimizden burun vaziyet doğrusudur gep açaylı vatandaşım. 2-3 belki 3 türlü fevkalade siyasi vaka desek buludu. Birincisi tünügün Cuma günü de Washington'da 4 devlet, Asya'daki 4 devlet, Hindistan, Japonya, Avustralya, Amerika 4 devlet başlıklarının yukarı derecelik söhbeti ötküzüldü. Kızığı şu yerdeki söhbetin keyin ilan kılgan bayanatta Jungo degan isim yok. Şundakla bu bayanatta Afganistan ve Afganistan'da kişilik hukuk, Afganistan'da ikinci bir terörist gruplarının ulusu aylandırmaslık doğrusudur bir abzas, toluk bir abzas tilgi elinde. Şundakla Birma devletinde kişilik hukuk ve başka işler tilgi elinde. Lekin bayanatı Jungo deydiğen bir eğiz gep yok. İkinci vaka şu oldu ki belki hazır dünyanın zilzilgi salgı vaka deyişki buludu. O bolsumu 2018 yılı 12. ayının 1. günü Ottawa'da kol gelingan Jungo Huawei şirketinin maliye emeldarı Mingcenci maliye emeldarı o isimli çıkıyor. Maliye emeldarı Mingcenci hanım tünügün Kanada hükümeti tarafından türmeden koyup verildi. Aeroplana oturup Amerika devlet çigrasını aylanıp ötüp digidek Jungo'ga qarap çöp Şinjan şehriga düştü. Şundak dedi ki kudretlik devletin kudretli küçü, yani Jungo'nun küçü bolmagan bolsa ben bugün bu erkinlikka erişelmeydim dedi. Belki şundak. Bu yüzden devleti, özünün vatani, özünün siyasi hakimiyeti, mesele nerede vatandaşım hazır? Mesele Amerika Koşmuş Ştatları'nın Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturası da Mingcenci hanım ve Huawei şirketiyle alakadar ziddiyetle Mingcenci'nin türmeden koyup birleşi bilenle erediği değil. Bu iş başında ayaklaştığı değil. Endi bunun sırlık tarafı Amerikalılar şu derecede yol koyganda Jungo'luklar qaysı derecede yol koydu su almanı şu yerde. Birinci, ikinci, üçüncü siyasi vaka bulup ötken siyasi vaka. Aynı çağda Prezident Obama devrinde TPP deydiğen bir teşkilat, yani Saudi İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı oturga çıkan edi. Ulu Okean'dan alqagan hemkarlık teşkilatı oturga çıkan edi. Keyin onun Prezident Trump devri kirgende onun da vazgeçildi bu şartname yoki bu kelishim tashlab etildi. Biroq onunla Yaponiya igidarchilik qilib o teşkilatni hozirgacha saqlab keldi. Dal mushu kunda masalan 9. ayının 16. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti bu teşkilatga hozirgi o'zgargan ismi CPTPP teşkilatıga a'zo bo'lib kirishni yozma şekilde iltimas qildi. Onun keyin 9. ayının 23. günü Tayvan bu teşkilatga, yani CPTPP teşkilatıga a'zo bo'lib kirishni iltimas qildi. Dal shundaq vaqtda xalqarada başka devletler bulup mu Amerika Devlet Meclisi ham Tayvanning bu teşkilatga a'zo bo'lib kirishini qo'lladi. Jungo bununla qarshi turdi. Tayvan iltimasını yazgan günü Jungo'nun 24 harbiy aeroplani yanıla Tayvanning chegarasiga, devlet chegarasiga cheklangan rayonga uchib kirdi, hurmatli vatandosh. Vaka mana shundaq o'ch biyadi siz xulosalar bir savol qo'yingki, navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'rtasida ki munosabatlarda irish, yani burungi jiddiylikning pastgoyiga tushishi,
yani burunqi diplomatik ve sodi ticaret sahasida yiriklishning pastgo'yga tushishi. Shundaqla mushu asnoda biz sizlarga so'zladik Nancy Pelosi xonimning Uyg'urlarga munosabatlik masalan kishilik huquqni qayirib qo'yib, havo kelimati to'g'risida Jungo bilan hamkorlashish. Uning kaynidilla kelimat elchisi sobiq davlat ishlar kotibi John Kerry apandining oshkor o'tirg'i chiqib, Uyg'ur masalasi hozir Prezident Biden hukumatining tanlashga duch kelgan masalasida, ya'ni kelimat o'zgarishi kerak bu yoki Uyg'ur kishilik huquq masalasi kerak bu degan so'zlari o'tirg'i chiqdi vatandoshlarim. Bu siz uchun, men uchun aytganda jiddiy burilish. Shundaqla siz uchun, men uchun aytganda Amerikada siyosat o'zgarishining jiddiy o'zgarishi desangiz bo'ladi vatandoshim. Siz buningga men buni ko'ngil bo'lmay mumkin emas. Chunki bu sizning taqdiringiz, mening taqdirim. Hozirgi hisobda Xo'jinliyan xonim formulasi bilan aytganda 4 million Uyg'ur o'ldirildi deb hisoblasak, vatanda yashayotgan 36 million millat Uyg'urning taqdiriga munosabatli ishlar. Hürmetli vatandaşım, şuna münasebetlik işler. Çünkü biz Amerika Qo'shma Shtatlarının dünyadagi qudratlik o'rnini bilganda, biz Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat axloqi, davlat odamgarchiligi, davlat insonparvarligi nuqtasida iltimos qilib keldik, murojaat qilib keldik, Uyg'urga ko'ngil bo'l degan. Bugün bir yerde bir cümle qo'shib qo'yayki vatandaşım, Uyg'ur masalasida Amerika Qo'shma Shtatlarının tarixiy mas'uliyati bor. Tunji qitim og'zimdan chiqardim vatandoshim. Uyg'ur masalasida Amerika Qo'shma Shtatlarning tarixiy mas'uliyati bor. Biz buni nima uchun hozir dadillik bilan o'tirib qo'yaldik? 2005-yil 5-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarning sobiq prezidenti George W. Bush Litvaning Riga shahrida shundaq dediki, Yalta kompressi intayin zo'r tarixiy xatolik edi. Men mushu asos ustida yuqorida gapni qildim. Bugun kishilik huquq, odamgarchilik, insoniyatchilik va Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat axloqi bo'yicha emas, Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'urlar masalasida tarixiy mas'uliyati bor. Ikkinchi dunyo urushi, Ulug' okean urushi, Yaponiyani taslim qilish, Yevropada Germaniyani taslim qilish. Bo'libmi Yaponiyani taslim qilish masalasida Uyg'ur davlatining qanday setilganligidan iborat tarix. Bu hozir butun dunyoda xalqning oldidagi masaladir. Shunga bugun endi biz yiriklishdan yeniyotgan Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungo bilan diplomatik munosabatni yaxshilash jarayoniga kirdimi? Jungo bilan hamkorlashtirib masalalarni hal qiladigan jarayonga kirdimi? Jungo bilan hamkorlashtirib jiddiy masala deb qaralgan masalalar. Masalan, Tayvan masalasi bu qatam qiziqish shu bo'ldiki, Washingtonda tunugun o'tkazilgan 4 davlat yig'inida Tayvan degan ism yozilgan bayonotda elinmedi. Bu ishlar ajoyib sirli ishlar vatandoshlar. Agar Jungo hukumati mushu oy, mushu kunda bir qadam chekingan bo'lsa, 2 qadam chekingan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi bo'lib Mingvanju xonimni turmadan qo'yib berish shaklida shundaq muomala qildimi, qandaq buning o'zi bir gap. Lekin paket yo'q, o'tirish shundaq gap chiqmadi. Biz tahlil qilyapmiz. Vatandoshim, siz yaqinda bir ko'rib o'tdingiz. Masalan, Prezident Joe Biden hukumati 5-oyning 26-kuni 3 oylik muhlat bilan yuqumli virusning manbaini tekshirish to'g'risida istixborot organlariga buyruq tushirgan edi. Oxirgi natija qanday bo'lib chiqdi? Yoki bu virus Wuhan tadqiqot o'rnidan chiqdi deyilmadi, yoki bu virus tabiatdan keldi deyilmadi, shu yerda qoldi. Şu yerda qoldi vatandoshim. Uning ustiga yana 2-oyning 15-kuni Davlat Mudofaa Ministrligida maxsus bir kishini tayinlagan ahvol ismda chiqib qoldi kechiring. 15 kishilik guruhga Jungoning harbiy kuchini tekshirish. Hozir endi buning natijasi oldimizda e'lon qilinadi qandaqligi u to'xtab qoldi vatandosh. Bo'libmi bugungi Mingvanju voqeasini men sizga degan edim. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jo'xa Xalq Jamhuriyati o'rtasida munosabatlar termometri degan edim. Bugun qo'yib berildi Mingvanju. Demak, mushundaq masala, mushundaq munosabatlarni mushu shaklda hal qilishni
Tegi-tektin aytqanni siz ham qo'llaysiz, biz ham qo'llaymiz. Masala to'qinish paydo qilmaslik, masalalarni tinch yo'l bilan hal qilish. Hurmatli vatandosh. Shundaqda bugungi Prezident Joe Biden hukumatining siyosati to'g'ri bo'ldi deganda, hozir buni konkretlik qayerda buni tushungil bo'lmaydi. Biroq kelimat masalasiga Uyg'ur masalasini tegish etishni, kelimat masalasiga Uyg'ur masalasini almashtirishni qabul qilolmaymiz vatandoshim. Oxirgi so'zim shuki, qabul qilolmaymiz vatandoshim. Navbatdagi 36 million Uyg'ur xalqi bundoq siyosatni qabul qilolmaydi. Vaziyat to'g'risida kelishimiz mana shu.